Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi ishki partiya kengash palatasining Uyg'urlarni majburiy Xitoyga qaytarishning oldini olish qonun loyihasini qarshi olganligini bildirib, maxsus obzor e'lon qilgan bo'lib, obzorda mundaq deyilgan: Uyg'ur kishilik huquq qurilishi kengash palata a'zosi Jeff Merkeli va o'rtaq qo'llovchi kengash palata a'zosi John Cornyn o'ttirib qo'ygan Uyg'urlarni majburiy qaytarib etishning oldini olish qonun loyihasini qizg'in qarshi oladi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2011-yildan boshlab chet el hukumatlarining, Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqi qilgan kishilik huquq vahshiyligining ziyonkashligiga uchrag'uvchilarni bexatar panoh joy bilan ta'minlayolmaganligi to'g'risida 9 tadqiqot dokladini e'lon qildi. Kengash palata a'zosi Merkeli va Kengash palata a'zosi Cornynning chegaradan qo'g'lab chiqarilishining oldini olish uchun qo'shimcha jazo yurgizishning zarurligini tonib ketganligiga alohida rahmat aytamiz va bu qonun loyihasining tezdan ma'qullanishini talab qilamiz. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanat apandi mundaq deydi: Chet el hukumatlari Uyg'urlarni majburiy Xitoyga avatganlik uchun cho'qim javobgarlik tortilishi kerak. Biz qaytarilganlarning Xitoyning turmusida g'oyib bo'lganligini aniq isbotladik. Uyg'urlar faqat chet elga sayohatga chiqqanlik uchun qattiq jazolanadi. Xitoyga surgun qilinganlar majburiy iqror qilish, tasvirligisiz xo'rlash va qiyin qistoqlarga, uzun muddatlik tutib turish va turmada yetish jazosiga uchraydi. Bu qonun loyihasida Uyg'urlarning Xitoyga majburiy chegaradan qo'g'lab chiqarilishiga chetishlik barliq chet el hukumat amaldorlarining Amerikaga kirishni rad qilish uchun viza cheklash yo'li qo'yilgan bo'lib, bu qonun chet eldigan delolarni Moliya ministrligiga yo'llab, kishilik huquqni dafsan qilguvchilarni yana ilgirlagan holda jazolash mumkin ekan. Kengash palata a'zosi Merkeli bu qonun loyihasini e'lon qilgan axborot e'lon qilish yig'inida mundaq deydi: Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarish nomussizlarcha kishilik huquqiga daxl taruz qilganlik. Amerika cho'qim Beyjingning majburlashiga bo'ysundirilgan chet el amaldorlarini jazolashda qat'iy ching turishi kerak. Ikki partiya Uyg'urlarning majburiy qaytarishning oldini olish qonuni bu chet el amaldorlarining mas'uliyatini surishtirishdagi kuchli qoral. Amerikaning izzat hurmat va erkinlikdagi dunyoviy rahbarlik rolini yana bir qatim isbotlaydi. Kengash palata a'zosi Cornyn mundaq deydi: Xitoy Kommunistik partiyasi zolim qo'lini diniy va oz sonli millatlarga, bo'libmi Uyg'urlarga davomli ishlatib, ularni asosiy kishilik huquqdan mahrum qildi va ularni atalmish yig'ilish va qayta tarbiyalash lagerlariga solab, ocharchilik, qiynash va g'oyib qilib o'tishga boshladi. Uyg'urlarni yoki har qanday diniy yoki oz sonli millatning a'zolarini Xitoyga majburiy qaytarib bergan har qanday chet el hukumat amaldori Amerikada qarshi ilinmasligi kerak. Kanadada Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash tashkiloti tomonidan o'rinlashtirilgan Xitoy qarshi namoyish 5 yildan beri uzluksiz davom qilmoqda. Kanada Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash tashkiloti mushu oyning 7-kuni Kanada poytaxti Torontodagi Xitoy elchixonasining oldida namoyish olib borgan bo'lib, bu namoyish 5 yildan beri qish-yoz demay to'xtamay davom qilmoqda. Mehmet To'xtapandining bildirishicha, bu qatimqi namoyishga Kanadaga yangi kelgan Uyg'urlardan boshqa yana Kanadadagi Uyg'urlarga ko'ngil biladigan kanadaliklar va kishilik huquq faoliyatchilari qatnashgan. Namoyish jarayonida Xitoy elchixonasidagilar namoyishchilarni rasmga tortgan bo'lib, Mehmet To'xtapandim, biz bu maydonga ochiq-oshkor chiqdik. Rasm tortish bizni qo'rqitib qolmaydi degan. Trump Intelning yangi tayinlangan bosh direktori Lip-Bu Tanning Xitoyga bog'langanligi sababli isti'fo berishni talab qilgan. 7-avgust payshanba kuni prezident Donald Trump Intelning yangi tayinlangan bosh direktori Lip-Bu Tanning darhol isti'fo berishni talab qilgan. Trump buning sababini Tanning Xitoy texnik shirkatlari bilan qo'yiq munosabati bor deb ko'rsatgan. Trump yozmasida mundaq yozgan: Intelning bosh direktori qattiq ziddiyatli kishilik munosabati bor shaxs. Darhol isti'fo berish kerak. Bu masalaning boshqa hal qilish chorasi yo'q. NBCning xabariga qaraganda Trumpning bayonidan keyin Intel paycheki bozor ichilishidan burungi savdoda keskin tushish ko'rilgan bo'lib, paychek bozoridagi bahosi taxminan 5% tushib ketgan. Trumpning Lip-Bu Tanning isti'fo berishni talab qilishi Arkansas shtatining Jumhuriyatchilar partiyasidan bo'lgan kengash palata a'zosi Tom Cotton Intelning mudiriyat hay'atiga xat avatgandan bir kun keyin o'tirg'i chiqqan.
Bu xatda Tanning Kommunistik partiya va Xitoy armiyasiga bog'langan Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan munosabat to'g'risida andishini o'ttirib qo'ygan edi. Axios'ning xabariga qaraganda, Kengash palata a'zosi Cotton alayda holda Intelning Chips qonuni, ya'ni alayda uzak qonuni ostida olgan 8 milliard dollarlik federal mablag'ini tilga ilib, direktor Tanning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining Intelning bu majburiyatlarni o'rinlash iqtidori to'g'risida savol tug'dirganligini bildirgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang.